Qadrdonlarim, assalomu alaykum. Farg'ona shahar asl uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boruvchi aziz obunachilarimizga chiroyli, fayzli xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar aeroport yo'lida, hamma biladigan eski Bobur kolxozda bo'ldi do'stlar. Kattagina mahallaning ichidagi ushbu fayzli hovli uyimiz sotuvga chiqyapti. Uyimiz 408 do'stlar. Xom g'ishtda qurilgan, Cessna poyezdlar quyib qo'yilgan, remontlari a'lo darajada. Ushbu uyni sizlarga chiroyli qilib bitta obzor qilib beray. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlardan ushbu uy haqida ma'lumotini olib, joyiga kelib ko'rib, bitta qo'ldan ushbu xonadonda xarid qilishingiz mumkin. Uyimizning narxi 70 ming dollar. Men sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Qarang, devorlari traventin qilingan, holati zo'r, bomlarimiz akfadan, plashatkalar qilib qo'yilgan, mana bunaqangi patologlar tunuka fon qilingan, chiroyli darvozalar qo'yilgan. Hujjatlari joyida, gaz, suv, svetdan muammo yo'q, kanalizatsiya o'zlari uchun qilingan. Uyga maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar yaqin do'stlar va masjid yaqin, 5 mahal azon ovozi bu hududga ham eshitilib turadi. Ketdik operator. Ichkarini ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, qayerdan kiriladi, qanaqa bo'ladi, orientir qayerda, hammasini sizlarga batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Bismillahirrohmanirrohim deb ushbu fayzli hovli uyimizga tashrif buyuramiz. Ko'ring va mazza qiling do'stlar, sababi uyimiz juda ham chiroyli. Bemalol do'stlar, keyinchalik ham bu hovliga qo'shimcha qurilish ishlari qilib, bemalol ikkita oila bilan ham yashasa bo'ladi. Hozirgi kunda bitta oilaga chiroyli qilib moslab qo'yishgan ekan. Darvozaxona qismi, devorlarimiz traventin qilingan, taylari steyshga qilingan, patologlar tunuka fonlar qilingan, eshik-ronlarimiz do'stlar akfadan. Shu yerda shunaqangi ayvoni bor. Xo'p, biz bir boshdan hovlini 100% tushuntiramiz, keyin uyning ichiga kiramiz. Bitta shunaqangi kattagina sahnamiz bor, so'ri qo'yib qo'yishgan, tapchan deyishar ekan. Toshkentchasiga bizda so'ri deyiladi, so'ri. Xo'p, bu tomonda birinchi joyimiz zelyoniy zona qilib qo'yishgan, keyingisi огород qilib qo'yishdi bu tomonda. Ko'rishingiz mumkin. Uy egalari tovuqqa qiziqishar ekan, tovuq, cho'cha, bo'ja, shunga o'xshagan narsalar bor. Mana katinglarni ko'rib turibsiz. Bu tomonda yana qo'shimcha joylarimiz bor. Bemalol shu tomonga qarab, qator uy solib kelsangiz bo'laveradi do'stlar. Agar siz xonalarga qiziqsangiz, ko'pgina xona bo'lsin degan insonlarga. Bu tomonga narsa ekib qo'yishibdi, nima ekanini bilmayman. Bu tomonda mana tovuq katekka joyimiz bor. Xohlasangiz qo'yxona qilib qo'ysangiz bo'ladi, tovuq katek joyimiz bor va bu tomonda hojat xonasi bor. Qo'shni bilan bu yerda qo'shnilar juda ham inoq ekan, sababi bu tomonga ham eshik ochib qo'yishibdi qo'shniga, bu tomondan ham eshik ochib qo'yishibdi. Siz endi oladigan odam chiroyli qilib bitta o'zingizga moslab olasiz. Hovlini katta kadrda operatorim sizga qo'ldan kelgancha ko'rsatishga, tushuntirishga harakat qilib boryapmiz. Xato va nuqsonlaridan ming bor uzr so'ragan holatda. Agar sizga videomiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, like deb bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sababi do'stlar, sizlarning layklaring bizga motivatsiya beradi. Suv bor, svet bor, gaz bor, muammo yo'q. Ochib ko'rmadim, lekin aniq 100% bilaman bu hududda suvdan muammosi yo'q. Endi qarang, kattagina xona, uy shu qatorga tushgan. Hozir bir boshdan bu tomondan boshlaymiz. Bu tomonda oshxona, sanuzel, kattalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasi va mehmonxona. Bu tomondan boshlab sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Keling, operator, sizni kutyapman. Juda ham chiroyli, juda ham fayzli. Eng asosiysi, uyimizning eng shirin joylaridan bittasi oshxona, gaz plitalari qilingan, vitishkalar qo'yilgan, oshxona jihozlari qo'yilgan. Uy jihozlari chiqib ketadi sergap azizbek deyishyapti. Ko'rishingiz mumkin, devorlar abo'y qilingan, taylari taxtapol, eshik-ronlarimiz akfadan. Bismillahirrohmanirrohim deb bir boshdan xonalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Kirganimizda mana bunaqangi garderobli xona bor ekan. Bu yerdan kirganimizda bu tomonda sanuzel hojatxonasi, buni sizga operatorim chiroyli qilib tushuntiradi. Aristonlarimiz bor, vandalar bor, unitazlar bor, rakvinalar qilib qo'yilgan do'stlar. Va shu garderob orqali uyimizni kattalar yotoqxonasiga o'tsak bo'lar ekan. Juda ham chiroyli. Planirovkasi menga misol uchun yoqdi va eng asosiysi bir narsani aytib o'tishingizdan chiqdi. Uyimizda atapleniyasi bor. Mana sifatli radiatorlar qo'yilgan, holati zo'r. Shu xonasi o'sha devorlari shpaklyovka, emulsiya qilingan ekan va bu tomonda bolajonlarimiz uchun chiroyli bitta xona yaratib qo'yishgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, bu bolajonlar xonasi ekan do'stlar va shu eshik orqali hovliga ham chiqib ketsak bo'ladi. Biz hozir shu yerdan chiqamiz, sababi chunki degan joyi bor. Chunki hozir aytib o'tgandek, darvozaxonaning oldidagi o'sha ayvonga chiqdik do'stlar va bu tomonda uyimizning eng chiroyli joylaridan bittasi mehmonxonaga tashrif buyuramiz. Operator kirib bitta ko'rsating bu mehmonxonani. Ikkita derazasi tashqari tomonga qarab turibdi. Holati zo'r, kengina, bemalol 20 ta 30 tagacha odamni shu joyga sig'dirib, shu joyda o'zida mehmon qilib, sekin chiqarib borsangiz bo'laveradi. Sababi eshikni tayga qilib qo'yishgan ekan. Mehmonxonani shunaqa kirgizasiz, hech kimga xalaqit bermaydi do'stlar. Juda ham ajoyibmi joyimiz, ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Do'stlar, tashqariga chiqamiz, narxlarini aytamiz va videoni oxirigacha ko'rsating. Qayerdan kiriladi, qanaqa bo'ladi, bularni ham hammasini sizlarga batafsil ko'rsatib beraman.
Xo'p, hurmatli obunachilar, manzillarni yana bir karra tushuntirib beraman. Farg'ona shahar aeroport yo'lida eski Bobur kolxoz mahalla bo'lardi, hamma biladi buni. Shu mahallaning ichida 8 to'rxona uy bor, plus oshxonasi, sanuzeli, podvallari alohida bo'lgan Fayzli hovli uyimizni sizlarga chiroyli qilib obzor qilib berdim do'stlar. Xato va nuqsonlardan ming bor uzr so'ragan holatda. Shu yerda bitta podval bor, buni ko'rsatib o'tirmadim, sababi bemalol kelganda tekshirib olishingiz mumkin. Mana o'sha podval, yana podvalni nima aytmadingiz degan insonlarga mana podval ham bor, faqatgina tushib ko'rsatib o'tirmadik xolos do'stlar. Uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, 70 ming dollar baho so'ralyapti. O'tib beradigan joyi bor ekan. Ko'ringlar, kelinglar, gaplashinglar uy egasi bilan bemalol savdolashib, ushbu uyni xarid qilsalaring Sergap Azizbek va Asl uy-joy jamoasi juda ham xursand bo'ladi do'stlar. E'lonlar uchun nomerlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90 535 1900 va 90 533 92 11 24 soat davomida sizlarning xizmatlaringda Farg'ona shahar ichida reklama xizmatimiz 250 ming so'm, shahar tashqarisida kelishilgan holatda bo'ladi. Keyingi yangi videogacha xayr, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, fikrlaringizni izohlarda qoldirib, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.